Selahatli dersten de ihlas konudan silevşi hazretlerde bar Allah'a şükür. Kup mezmun minana ait almayayım. Allah'ın rahmeti bilen Qozon Nuru Meşitinde hizmet etem. Biz bunda iş hazret, Almaz hazret, Damir hazret, Yaş hazret hemmin. Bir cumanda bulup ikinci cumada ko'rinmavimning sebebi birisi şu. Biz har halda bütün hazretlerge ish hazretga biz ish hazret ishimizda jumadan o'qitirga tirishamiz. Shiratlab ikkinchi masjidlarga borib da juma o'qitib qaytamiz. Qo'yan bizni chaqiralar. Qo'y bir shaqta rayonga da borga to'g'ri keladi. Respublika bo'yicha juma o'qitib qaytamiz Allohga shukr. Ko'pincha tatar tilida. Chunki birakda masalan rayonlarga chiqsak, ovu yoqlarına men o'zim shaharda tug'ib o'sgan bola bir yoqdan balki adabiy yoqdan siylagan vaqtda oqsab boradir, hali mening tilimda shu oqrashni orttirga tirishamiz. Tatarcha siylash tirishligi u imomlarda bo'lgan. Hech bigrakda hazrat imom o'zi tatar millatidan bo'lsa. Bizga xo'rliq o'zbeklar, tojiklar kelib, masalan shu sever yoqlarida, kunchiqish yoqlarga, vostoqqa tava deb aytamiz. Maxsus tatarlar o'tiralar deb tatarchani o'rganadilar. Qo'y bir shaqdan o'zimizning masjidda ruscha istama deb kiritib jibaraman. Tatarcha bilmagan tatarlar bor. Bu bir. İkinciden mahallemizga bir ko'p kishi jiri, bu menimcha bizim mahallemizga to'g'ri shaharda umuman aytganda. Bor O'rta Osiyodan kelgan millatlar, bor tiriklar, bor g'arablar tatarcha bilmagan. İşmasa bizga jimoning ta'min olir uchun, todin olir uchun bizga istama bo'larak bir 5-6 jumla qistirib qo'yingizlar deb o'tinib so'ragandan so'ng Qo'l Sharifda yashaganda ali men dirsankada birinchi yilni o'qib bitirib qaytqach marjayinda xizmat etdim. Mansur Hazratga Allohning rahmati yog'sin. 1 yildan so'ng men bu masjidga ko'chdim 2001-yilda. Ham 2001-yildan olib 2006-yilga qadar bunda xizmat etib, Shamil abi yonida Allohning rahmati bo'lsin marhumga 2006-yilda endi qozi bo'lib saylangandan so'ng men Qo'l Sharifga ko'chgan edim. Endi mana shu Qo'l Sharifda xizmat etgan shu kalimunda xizmat etganda da shu 1000 yillik uzdirilganda ani endi ayta boshlaganlar yoshlar, shit tillardan, shit tabaklardan keluvchilar hazrat Alloh xohishin bizni ishinde ruscha azmaz bo'lsa-da silab bergizib. Turkiyada g'arabchada istab jibaralar, turkchanda siladilar. Nechun? Chunki kerak. Fransiyada, yoki Amerikada masalan masjidlarda bo'lgan bor, onda silar inglizchada ham g'arabchada. Bizning Qozondagi yoki Tataristonga imomlar mukammal ravishda tatarcha bilsalar, menga istama Muhammad Shahobiddin Marjani hayot aytmishli, mukammal ravishda Rossiyada yashagach ruscha bilsalar, menga istama g'arabcha bilsalar, Qur'on tilini ham hozir vaqtda dunyo ko'lamida qo'llanilgan tirik tilini, ingliz tilini bilsalar, menimcha bu imomning darajasini ko'taragini. Masjidlarda boshqa tildagi kishilar, mahallalar, boshqa tilli mahallalar orada. Yerli xalq menga qo'rquv bildiradi. Ya'ni mana bizning hozir mahalla boshqa tilga aylanmasmi deb qo'rqa boshladi. Bizning g'ayib o'zimizda. Ne uchun? Masalan, men Moskva imomlari bilan siyashganim bor. Moskvada yorida imomlar, Moskvada yashagan g'ab-g'adi tatarlar bilan siyashganim bor. Sibirda yashagan tatarlar bilan siyashganim bor. G'ab-g'adi imomlar bilan, zo'roq, olaroq imomlar bilan siyashganim bor. Bitinsini sayta. Bitin g'ayib o'zimizda. Moskvada nihatli tatar. Lekin ko'bisi jirmi. Qozonda da shulay. Sibirda da shulay. Nishin elek aytganlar tatar masjidi, tatarskiy mechit. Shinkanda tatarlar bo'lganlar. Tatarlar tuzganlar, tatarlar madrasa ochganlar, imomni qo'yganlar. Bu imom nindigina millatdan bo'lmasin, kumikmi ol, qalmikmi ol, boshqartmi ol, tatarmi ol, falanmi, bitinsin dars bera bilgan. Lekin hozir imomlar bo'lib turishi o'zbek qardoshlarimiz, tojik qardoshlarimiz, boshqalar. Men ularni kimsi aytib tugul. Yo'q, ular shunday musulmonlar. Bilasizmi, bizda ham shunday bir g'adat bor tatarlarda, balki boshqalarda bor. Majlisda o'tirganda ko'krakka berib, "Mana mening bobom imom. Mening abiyim g'amir bo'yi obustay bo'lib jirgan" deb sizlar. No, ol jirgan yori, no asinti. Sinti jiqlab o'tirasan. Masjidga borgan bormisan? No, g'ayitga qurbonga boram. Aqolgan jumg'alar qo'ya. Aqolgan namozlar qo'ya. Yakshanba kunini darsga qatnashu qo'ya. Simbitgilar, jirilar. Yosh tatarlarda bordi, yoshlar tatarlar. Lekin jirmiylar. Mina jirmiylar. Tega tatar kishilarga keladilar, jirlar o'tirga. Belki tatar diskotekasida qatnashalar. No masjidga kelmaylar.
Ondan sonra biz Tatar yığılışında oturup, aptırab oturabız nişep, meşritlerde imamlar almaşına nişep Tatar imamlar yoktu. O'zi biz gayipli. Allah da şoka Kur'an'da aytgan. Allah da bir xalqning halini o'zgartmas, ikkinchi xalga o'zlarining o'zgartirgan tilaklari bo'lmishi. Bu imamga belli tugilmi? Urus xalqdagi bo'lgan maqolani so'zni aytmisha bo'ldira olmayman. Uruslarda aytganlar, kakov pop, takov prihod. Vazifasi kelib namozni o'qitib, vassalam deb aytdi ekan, o şaqda ul imam o'ng'ishga erishmay, qolganlar bilan o'z-o'zini bir tegiz ko'riga tegish, ham ular bilan qiziqsinirga. İmam kişinin men aytasim kelar, imam kişinin yo'q vaqti, belgili ish vaqti. U xalqqa işin, xalq işin. Allah da bizga nasib bo'lsin, loyiqli nasib etsin loyiqli hazratlar bo'lgan. Endi 15 yil xizmat etam bu yo'nalishda. Men aytalam, shin hazrat bir qachon da kishini qoldirib ketarga tegish tugul. Dunyoviy yangiliklarni birga teyishmi? Kerak qadar albatta. Belki u xatli onlarga mavg'ib tugul, chunki imom hazrat eng birinchidan o'zining bilimini orttirga tegish. Hozir yoshlarda, ya'ni doimiy ravishda masjidga yurishlarining bilimlari büyük zo'r. İqtisad turunda işitəsilər kerak. İslam bilan iqtisad, İslam bilan oila masalalari, İslam ham ilanishi, İslam ham boylarni o'stirish, İslam ham biznesni olib borish. Mana bu masalalarni ko'tarish kerak. Garchi ruhiy yoqni, ya'ni biz aytasimizki jannatni esga olish, jahannamni esga olish, o'limni esga olish masalasi shulay kerak. Tatar millati bilan dinni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. Men ana aytmaysidim konstitutsiya saqlab qoldi deb. Lekin men aytar edim, bobo abilarimiz nishik dinni saqlab borganlar, shu tirishlik bilan. Tatar tili bilan millatni saqlab qolara kerak. So'zda yo'q. Tug'an tilni saqlara kerak. Lekin men aytar edim, tatar tili bilan tugul. Tatar jiri bilan tugul. Tatar biyu bilan tugul. Chunki hozir jirida bitina ikkinchi tili minnar. Biyulari da g'afoy tegizim nishikna bo'lsa, menga yot u biyularni ko'rarga. Ssenadagi bo'lgan biyularni bu ochiq-ochiqdan aytaman. Mana yashirib turasiz. Men bir de masalan nishik deb aytayim, ijod kishilarga qarshi tugul. Lekin qo'y bir ijod kishilarining ijodlarini qarab shoq qotib qolardik. Menimcha, mana boboy bilar eson bo'lsalar edi, buni ko'rsalardi, jili xo'rliqdan o'larlar edi.